Salam dostlar, yaxshimsizlar? Ko'rayotganinglar Şinjan Misran yemeklik cheklik şirketi tajdarligidagi Aylan programmasi. Men program riyosatchisi Tilraba Abdus. Programmamizni Şinjan Tilraba madaniyat taqtish cheklik şirketi Chumula balla yurish mahsulotlari, Şinjan idrak psixik taraqqiyot markazi, Şinjan unum madaniyat taqtish cheklik şirketi birlashib ishlagan. Programmamiz yana Şinjan Al-Xumar mablag' silish cheklik şirketi va Şinjan Abida biopantexnik cheklik şirketi alayida qo'llagan. Sevimli dostlar, biz her son programımızda hep kilovatımız bir bala, bir ailenin ümidi, milyonlagan bala, milyonlagan ailelerin ümidi. Her son programımızda cemiyetimizin her saha, her kesbide netice kazangan ilgar idedik atallar bilen birlikte ularning farzand tarbiyalash jarayonidagi qisqarliq hikoyalarga quloq selavatimiz. Hamda yana o'zimizning farzand tarbiyalash jarayonidagi nurg'ulg'an savollarimizga javob tepyapmiz. Her son programımızda yana psixiklik yetaklash berish uchun Şinjan idrak psixik taraqqiyot markazidan Muborak muallimni alay taklif bilan qatnashdi. Qarshilamiz muallim. Rahmat. Ondaqda bu son programımız təklif qilgan söyümlük aile əzayımız zadi kimdi? Birlikdə görüp baxaylik. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının ataqlıq film rejissoru, El Söygen Etud kino çolpini Xasiyet Qurban. Mana bugünkü programımız təklif qilgan söyümlük əziz mehmanımızı mı səhnimizə təklif qilib aldıq. Həmməylə birlikdə Xasiyet adamını neçə vaqtdan beri tötküzümüz bilan ketgan. Əlbəttə ekrandakı dostlarımız şundaq qızğın salamlarını bir anlayıb deylik. Salam ekran aldidagi barliq aziz meni yaxshi ko'radigan, men yaxshi ko'radigan tomoshabinlarim Xasiyet Qurbandan hammalarga o'tliq salam. Mushu oilam programmasidagi barliq suyumlik kasbdoshlarim hammalarga o'tliq salam. Rahmat, Xasiyet adam, xush keldingiz. Rahmat. Biz neçə vaqtdan beri Xasiyet adamның sanını aldığan bulduk degan xabarni anlaganda ekanman. Shunda taqozolik bilan kutdik. Chunki Xasiyet adam bilan men 2004-yil idoraga kelgandan tortib birga ishildim hisobda. Bir bo'limda bo'lmasaqmi, lekin bizga ustoz yo'lliq kasbda, ekranlarda burundan ko'rib, haqiqatan qo'l qo'ydigan, metodlarni yaxshi ko'radigan bir aktyor bo'lishdan boshqa yana Şinjan televiziya stansiyasining bir yaxshi rejissori, ko'z ko'ringan talantli rejissor. Uningdan boshqa men eng qo'l qo'ydigan tarafim, men ona bo'lgandan keyin Xasiyet adam bek layoqatli bir yaxshi ona. İki balasını bek yaxshi tarbiyalagan. Bu Kamran, Kilara, her ikilisi idarada bizning ko'z oldimizda cho'g'onlardan. Kichik bunda umaq vaqtlarda bizning 6-oy bayramlik programmalardan naqsh etib chiqatdi. Hozirgacha ko'z oldimda turdi, umaq qoldi. Shu chaqda qancha yoshda Kamran? Kamran 4 yoshda. 4 yosh, tunji sahnaga chiqqan vaqti. 4 yoshda. Hozir cho'ng bo'lib ketdi. Qancha yosh kirdi hozir? Qayerda o'qiyotdi? Devastam qayerda? Ha, mayli undasa. 21 yosh kirdi. Hozir qayerda o'qiyotdi Kamran? Hozir Beijingda o'qiyotdi. Beijingda o'qiyotdi. Mush kasbda shunaqa, mush munosabat kasbda. Undan keyin Kilaramo, keyin bek umaqda shu kichik muzik chiqdi. Bunda qilgan tashqi o'choqlari shundoq ko'z oldimda. Kilaramo shundoq yaxshi sahna ekranlarda ko'rindi. Eng kichik vaqtidami bizning bir programma qatnashganda? Aşı vaqt qancha yoshda Kilara? 4 yoshda. 4 yoshda, yaş kilisi. Ondan keyin hozir Kilarami o'xshash Shanxayda. Shanxay Shizishuyaniki Bali o'shashada gou byoyanda o'qiydi. Ha, jup o'zgina gou byoyan opera shundami? Opera. Bu haqiqatan bek taskasida, chunki birli tarafdan yetilishni talab qilmaydi, ko'p taraflama talantli bo'lishni talab qildi, shunaqa. Ular bo'lgan talab yuqurroq kelmaydi, ovoz bo'lsin, byoyan bo'lsin, tayt ilqi, shanti bo'lsin, balitni bekchang tutadi. Hozir shu ta'tilda uy kasimi shu balitdek minib yurdi. Voy bit shunga bishim qiyib ketdi. Siz shunga qilavering, men sizga qo'taman deb. Odat bo'lib qoldimi o'shtoq. Demak, endi xosiyatida mana shu 4 yosh vaqtidan boshlab har ikkilisini sahnalarda özünün xizmat muhitida sahnalar bilan uchrashtirib, hatto o'zining xizmat muhitidan sirt yana ishkir o'lkalardagi cho'ng programmalarga qatnashtirib,
ikki balni tang. Mani muzikada, yani birisini usulda, sanatçıda, her qaysiyatin tang terbiyeleş ki tegishlik bolsa, özünün iqtidarını, talantını jari qildırğan fırsat bolsa, faqat qo'ldan bermay naiti yaxshi ep manganda. Mush balalarni 4 yosh vaqtda sahnaga chiqishda, sizning balalarning bundaq talantini bayqishingiz sabab bo'lganmi yoki o'zingiz mush kasb bo'lgan keyin to'xtanmish balni mushiyati bir yetaklab baqay degan o'y bilan bo'lganmi? Men buni tunji qatim sahnaga chiqishda men buni faqat bunda tarbiyalash ya yetaklash chunki endi bizmi tunji ana bo'lgan ekan u bola 4 yosh kirganda uni manda tarbiyalayman unda ufqim yo'q deyras gap qilsam bir kun uy tozalayotsam bu Erkin Abdullaninki deyin taqalgan vaqti oyshin tozni vang'ishitib qo'yib aytyotidi boshda diqqat qilmabman keyin bunda anglasam tekstni bilmaydi endi endi til chiqqan vaqtlar 4 yosh degan tekstni to'liq deyolmay lekin ahang bek to'g'rida shuning bilan ishimni qo'ydim kirib qaytib qo'yapman aytib baqa desam mushta o'tirib aytyotidi ha buning muziksizm yuqur ekanda dedim ishimni tashladimla berib muqammamekda loyonpanga bordim muzikantni loyonpanga olib berib bolaninki muziksizm bek yuqur ekan qara ahangni shunchalik to'liq aytdi bir naqsh ishlab bersam voy beshimni og'ritma man aytqayman kichik bolam deganda jimto Ali, mana cho'qim muzik ishlab bersa anglitib baq desam, kirashchiga loyonpanashchi kirdi, bir naqshni qo'yib berib, mani g'inshiya deb orjin taqab qo'ydi. Qisa, shup betel qiyish yo'q-da, ilqi. Ajoyib biyodrin bir ahangni aytib aytgan, hey, ma xatarlik turam nima? Tekst yozg'iz dedi, ma'qul deb shuninglandikin ilqi. Sahar turman, o'zim kiyinman, kapsizlik qilmay, chayni ichmayman. Ahangni intiqamaqsiz. Şunol aşı naqshini yezib berdi, aytqizdik. Bu birinchi sabab, yani ikkinchi sabab, birinchidan hamda bu naqshni aytqizgan, buni ahangni yezib tayyor qilgan vaqtimizga bizningki Shinjon universitetininki bolalar programmasi bizni asli VI bu san'at bo'limida tuqib billah. Ayrılıb chiqib ayrim bir mustaqil kanal bo'lgan vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Shuning bilan ashuningda aytsin dedik. O'zim bo'yimmi shunchalik qilib bor. Mening idoraga kelgan vaqtlarim. Sizlar riyosatchilik qildinglar-ku. Her bir naqshni aytdim, meni izlaydi. Oxiri meni imjatkam chiqarib aytgan, "Men sen o'zi aytsin, o'zi tuvsin" deb harakat yutman debchi, kichik bo'lgan ekan. Birinchi sabab bu bo'ldi, ikkinchi sabab bu kameran bek yuvashdi. Bekka panglaydi. O'taz o'tirgan, qo'ptis qo'padigan ish qilib, hammadan bir amraqdi buningga. Ko'ngilda o'ylagan ya, qilmoqchi bo'lgan ishni qila olmaydigan, tatincha qo'p qolmasinmi shu deb bu uchinchi sabab. Endi uçaqda xiyesliği bermegen bo'lgan ekan biz kecha kunduz film ishlaydik. Bizim yangi xizmatga chiqib, endi rejissor bo'lgan, xizmat bo'lgan aktivligimiz, qizg'in bo'lgan ekan. Qo'ydigan yavomganki aqim jurdash, bizningki shu nomer 50 zalimiz bo'lgan bu. Shuning bilan kirib chiqib o'ynab yurib, tabiiy quloq singib qolamdi. Shuning bilan buni asli mundaq sal ichilsin, qo'rqmaydigan bo'lsin, fikrni o'zining fikrini nayta dorilarda tafakkur bayon qila oladigan bo'lsin, ichilsin deb, ondan keyin muziksizm yuqurkan deblam, sani chiqarib qo'yaplam, 4 yosh, 5 yosh, 6 yosh bo'lib ketdi. Bag'an sir bu. Hem ana işideki Xudoylik bizning uyning ishideklam his qilgan bo'ldi. Hech kimdan ya operatordan tap tatmaydi, ya riyosatchidan tap tatmaydi. U yerdan chiqib ishxondamimiz billa, u yerdan tamoq yeganda bu billalam bo'lgankin, bu bizning uyning ishi o'xshaydi degan bir hissiyot hammasi bizning tuqqanlar o'xshaydi. Hammasi voy deydigan men degan bir ufqum paydo bo'lib, bara-bara ichilib ketdi. Andan keyin bu sahnaga chiqarib, shu ichilsin deganning bolalarningki maktab kirgandan keyingi har qancha o'rganishlariga Paydis bo'ldi. Paydis bo'ldi ekan. Keyin shu 7 yosh kirmay, 6 yosh kirmay turib maktab berib etdim. O'qiyman deb turib edim. Shuni yaxshi o'qidim maktabda. O'rganishim bak yaxshi. Aşağıda 19 dan o'rganish ulgusi bo'lib, bizningki kanalda Sharpingda bolalar programmasida jiq sayfanglarni qilgan bo'ldi. Ashtaq qilib tabiiylab sani ichib ketgan. Men uni nuqul holda mening kasbimga varislik qildi. Yani mening aqimdan izbasar bo'lib, men bilan tang mush sahada mavdu degan emas. Lekin keyin Kilara bakjonliq bo'ldi ya. Tug'ilishida bakjonliqdi. Kilaraning bakjinivati. Mushundaq mening esimda xosiyatidan o'sha jan bir shilpinglari. Unda o'tirdigan 6 oylik vaqtlarda dirinch bo'tiradi. Qo'l degan ishni qilib ko'tarib bosam bika demiştaq.
Bək Cinobatni Kilaryanımı işkir ülkelerdeki nurgun çoğun programlarga qatnaştırıp qalan qoy. Kilaryanımı akısının təsiri bolduken bu 6 yaşda mektepke beriş bilen billa men hamdi bunun müzik sezim yuqori bolgandiken bir pianino üyteyemdi bunun dep malımның qışığa apırıp sözleştim. Sözleşip qısam bek yaxşı oylapsız dep bilqi sınaq qılıp bu haqiqatan müzik sezim rast yuqorke buni ügenson dedi. Hem yana birsiga pianino ügense ma 10 barmaq tang mıdırganken balının tefekkürüge başka hamma jihatga ügünüşleriga yaxşı olu. Yana birisi oğul alganken da iğir vesiq, teximda İğir isil çoğun oldu diyenti. Şunla heyecanlanıp gitip şu 6 yaşta bir taraftan müzik naqşılını qılsam, bir taraftan pianinoni nuqul aldı ütüp mağdım. 7 yaş kirgende kameraniki yaxşı balaman degan deyini. Qarsam aşağı bir boşluq ekende, balalar mesela kameramı erkenin naqşını anglap, aş naqşı etip aşsap kirdi. Aşına oxşaş nurgun balalar ilqi. Muş balalardaki bir ilqi boşluq eken muşu özüniki naqşı azken dep anandaki özem. Özü şu can film işligi üçü bulup qasiyat edem. Özem məbləğ çıxadı. Özem izib özem orlaymış deyəndə. Özü məbləğ çıxadı. Bizning idaradagi munayt yaxshi şu bala programımızki yaxshi bizning ustaz rejissorlar bilan billa özü film işligi üçü bulup bütün Şinjanның hamma yerini kezib balla bilan shunda yaxshi ishlagan plastinkasi nurg'un ballaga shunda yaxshi balliq g'amra bo'lganda. Lekin aşı ish qilib ash plastinkada men iqtisodiy jihatdan faqat unumga erishmadim. Çünkü hem de uçakta bizler kıymında şirketlerini zenruq qığızdığan yak, onda ufqum yoxmu ki? Hem ya menin kallamda bir boşlukken ben bir qıp qoyay degan ufqum bolğaçqım ki, lekin amaliy jihatda buniki unum bek yaxshi. Cıq atanlar, voy bek yaxshi ko'rimiz, balam keşkiçi anlaydı, balam keşkiçi. Hatta ahir kelgende o deynimem öydü özüm sundurup etken. Çünkü men elqi qızımga şunu qo'yap berib, akaday qo'ya, akaday deb bir anlaysizki, ikki anlaysizki, o bir hafta manglang ma'qul. Bir ay bu kunda anglaversa bu tetimay ahir, voy mushu sundurup etsem yo'qammış akaday deb. Astaq. Şu kızım kelgenden de hem naqşa etdi, müzik sizim yuqurken dedik, pianino öğrettim, hem de asta-asta tabiimiş yolu mağdıgan boldu dedim. 7 yaş kirgen o bu kinoluğu teklif qılıp kino işleşik başladı, şunlar boptamdı. Dep hem kızımni qarsam yesiga bəgəndən tatıb ügünüşü anan dekken elqi təşkillər çıxdı dar bək yaxşı ya, bək canlıq. Məktəbə 1-ci sinifə bədim bəsəmlə 1-ci gündən başlap sinif başlığı olub bütün sinifni qoluğu elib o'qiyməli deydiganda. Bo'pti deb, lekin usulga berishimdagi sabab qiz bola bo'lgandikan, men buni kelgusi usulchi bo'lamdi yo nim bo'ldi, uni o'ylashmadim. Cho'qim bir qiz bolada bir chiroyli, nozik badan bo'lishi kerak-ku. Chiroyli narsaga hech kim o'shamas. Shuningga endi cho'qim ashtaq bir bo'lsin deb usulga bersam, 5 yosh kirganda bir kuni Sharpingdodan telefon qilib berdi. Shundan nish qilaman mama dedi. Desam biz Şinjan'da yaşayman. Yenimdik chiqanda uryapti deb qarasam bu kim? Tanışlı bir numar. Tanışlı. Chaqamay meni urdigandi deb qarasam shu anladım gapini alsam biz Şinjan'da yaşayman Sharpingdodan qizingni bir musobaqa qatnashtirib biz Guangzhouga olib boradigan bo'lgan idoraga kelib so'zlasam dedi. Bo'ldi, men hozir berib so'zlashaysan deb qo'yib chiqib kim bana telefon urgansam, "Jetiye sana hiç kim telefon urmadı" dedi. "Hazır men numara kim ursa?" "Oy senin kızın mı?" dedi. "Mening kızım nim bo'ldi" desam, "Yesli edim." Astaqilqi, uni men uqmapdim. Astaq bir mamlakatlik bir motordasaga bir tanligini kas yeslidan olib tallanib oxiri Şinjandan yana bir cho'ngroq bir qiz bola 12 yoshdagi ismini unutib qoldim. 5 yosh bu Kilara tanlanibdi. Guangzhouga mushbi xalqarалық musobaqa o. Bütün chet eldan kelganlar xili bor. Ash musobaqa bor. Voy, bu bunday ishkanda, men uqmaptim desam, voy biz uqmapdik deb ancha muncha VCRlarni tatqan bo'ldik, Guangzhouga borgan bo'ldik. Heli kiyimlarni tikkizib olgandim, bo'lmasa yaxshi tikkizib. Bu yerda sayp bu, tikkichi, ishqilib, tozliqcha hammasi bo'ldim. Bir qo'limda qacha, bir qo'limda jinglar, mayoqni qilsa, 5 yosh bo'lganki bu qizimni jim turolmaydi. Onun üstü bütün xalqaradan kelgan ballim bor. Aniki mamlakatning hamma yerdan borgan balli bor. Bu balli deganni boshqarish mumkin emaskan. Bir damda urug' tuqqan bo'lib ketgan ular. Part mayoq chapidi, to'xtang, kiyim texsani chiqmadingiz deb, va'dlik miyan jitidi.
Şoyar ikimiz oturup kaldık ama tikimiz elik ne üçür şoya oturup tikime sağız versem unumaydı elik hep kalam diyor. Aştaq qilib şu tuncu qıtımlıq sahne nemsi bu kızның Guangzhou'daki. Ondan sahneye çıkıp bunun müzikasını hata koydu. Ha. Qo'yganda bu menga berganda men dedim bu muzika emas, ikkinchi muzikasi bu xo'y istab ikkinchi qatim xato qo'ydi, uchinchi qatim yana xato qo'ygandi. Faqat chidayolmay o'zimcha devatdim. Bir qatim xato qo'y, ikki qatim xato qo'y, senda tayyorlik degan xizmat yo'qmi? 3 qatim xato qo'yamsa, bu bola shu bir narsaga tayyorlik qilgan tursa, "Voy, oshta bo'ldimi?" deb pingveydim biz chiqatsaniga shanganliq bir qiz bola. Chiqib buni ko'tarib olib, "Ting shu seningki muzikangni boya xato qo'yapti, sen qandaqsiga bunda xato qo'ydimi desa dedi. Sen yana to'xtamay maqdon qo'y shu dedi. Deb sen deb baqa sen nima to'xtab olmading desa, "Men ma'lumotda o'rgatgan, muzikani udariga beqib deb. O'xshashgan-ku mana, yana sen men prema degandi." Butun hammamiz kulib ketdi. Shu ashtaq qilib u musobaqada ikkinchi o'g'an bo'ldi. Asta shuni ular u qizninki Sanat hayatı başlayıp ketdi. kitib qoldi. Ay deb men mayaqdan mayadan bassa mayadan chiqdi. Men öydəlikə usulğa apağınım ras, pianino mügətmədim, naqşımı etqizmədim. Məktəbə bərgəndən keyin öyrənişi bək yaxşı oldu. Şoňadan hem tərəfdən tərəqqi qılsın deb ingilisçe kurslarga bərdim muntazam turda. Aştaq qılıb məktəbdən yəni müsabiqə bolsa, naqş etadigan şəhər boyunca müsabiqə bolsa, məndə deməli əktədikə o nəticəni əp kilmayaqdım. Voy bu nima ish qilayotgandi desam, Guangzhou'dagi musobaqani ko'rganman, ichkaridan bir telefon kelib bir Xunaveyshning tunji qatimli programma taklif qildi. Voy bu Xunaveyshga berib qatnashar ekanmiz deb ham bizning nima Xunaveysh eng muhim. Apa dem uyadim deb bak yaxshi bo'ldi. Shundan keyin anandan keyin Xunaveysh, Jiangsu Veysh, Shandong, Dongfang, anki Yangshi to'xtamay bu qizni Aşı o hatta Shandong Veyshga borganda jinanda biz jili jinsay. Ziyin sinash musobaqasiga u naqshsul emas. Ayşadimi bu birinchi bo'ldi. Ayşumuş men deb turdim, men pastda o'tirib degan bu savolni hatta Jungucha alayligiga choy ichish usuli. Alqi Jungu choylarini qanday choyni qanday ichish. Masalan, men ko'tarib bunda istak bir xil. Bunda qilib bunda ichib bunda qilsak bir xil. Anadagi 3 xil usul var ki, oşlarında toğruda düşkende çim dedim andan. Hey olvas diye bunu nereden bilip sen koçak köygen mi? Belki nimdeydi bir karton üstü oşlar bet apa. Hemen saçını duvan dersini kıptı. Uye dep şun ballarını koçak körüştü mü tosmusak buldu kendi. Tova sen mi denodun köygen? Ilk koçak var o oşlar taşta kıldı dep. Hatta aş juturunsa bir çoğ adamken balla programmasında juturunsa bir çoğ yaşlık adamken ahır dedi. 这位新疆来的朋友，求你了，给别的孩子让位子好不好？给他们也机会，让他们也说说话好不好？好来的，yani sual çıkıp olsa, bilmese besip tutup çıkıp kalayım kan kılıp Brezilya'ya hep geldi. Şunun deyken bunun ki var. Qilib anandan keyin shu ancha-muncha jurnalning kinolari kasb bo'ldi. Azroq ko'rinib qolganki, men Musada bo'lganki, yaliq boshqa artist bolalar bakrak men tunamdi. Unda ilg'or bolalig'i jiq hamdi. Shu u fursat, yana shu qiz bolaga kelib qolib, el turpanda, hele nimda kinoga qatnashib, bu kino qatnashish jarayonida yana abay degandek bolaninki tafakkuri ichildi ekan. Chunki masalan Xotanda Sechujulu 20-30 qism ishildi, turpanda u kino bu Әмді бұлама үрімчі толып çoğ olğandan keyin ba'zi yezninki turmuş haqiqiy turmuş sharoitlarini bak tushunib yetmay oyshaga berib nurg'un narsalarni o'rgandi. Buning foydasi bo'ldi ekan. Shu bilan shu bak yaxshi o'qiyotgan deb bo'lmasa. Endi mundaychi ko'pincha kishilar artistning bolasi Çoxum artist bo'ldi. Endi ota-onasi shu yerda bo'lgandan keyin, undan keyin qandi bu bolalarni. Shu kimli bo'lsa chiqirdi bu bolalarni. Shuning bilan shunda bo'ldi deb tuyuqsiz bir talay kelib qolgandek, hech qanday javob tatmaylar bu bolalar natijaga erishib qolgandek o'ylab qoldi-chu. Amaliyotda bunday emasda, har qanday bir natijaning keyinda nurg'unlagan javob mushaqqat bo'ladi. Masalan, biz hamda idoraga kelgandan tortib, xosiyat odamning ichki balini keyinda qanday silib bay degandek bir qo'limda qaychi bir qo'limda jinglar deb, shu butun o'zining xizmatining uyning o'ydisin
chiqib bo'lgandan boshqa vaqtda butun kuchi bilan bolalarningki tarbiyalanishiga kuch chiqarganini biz o'z ko'zimiz bilan ko'rganda shu haqiqatan biz qoyil bo'lib ketamiz. Hada yetishsiz deb birdamda ishtiroklarda musobaqalarga olib kelgan. Oniki night hayajon bilan bizga so'zlab turdi. Kiloramda natija qoldi qara. Bunda bo'ldi deganiki biz shunda hayajonlanib qo'sh bo'limizda. Demak, bu har qanday mayli balaning natijasi bo'lsin, mayli ota-onaning natijasi bo'lsin, hargizmi bir tirishchanlik bo'lmagan ahvol ostida o'tirg'i chiqib qolmaydi. Shunaqo, anki anglasam xosiyatidamning uyda balalarniki butun mushu erishgan mukofotlarni tizib qo'ygan bir uy bor deb bağlayman. Shunaqo? Men hamda o'zim odat kitobni chiqib qo'yman, kitobni yaxshi ko'rman. Cho'qim shu har qanday o'yinim qilsam, cho'qim bir uyimni kitobxona qilib yasayman-ku. Ma uyimda kitobxonamda hamda kitobchasi bor, andan keyin men u jihozlarni buni men rost gap qilsam kamerandan ta'sirlanib qolgan. Nimish qilsa bir hikoyani so'zlab beray. Bizning uy burun Namin bo'lgan keyin, men o'rta maktab chiqqan chaqda tavalikimiz 20 o'ttira Namin o'qildi. Bu bolamning 16 da o'quvchisi bor ekan. Men qat'iy 16 da o'qiyman dedi. Am uningga bu tavallik bo'yicha bo'lganki amal yo'q, lekin men bir gap anglab qoldim. Aloydligi bor, natijasi bor, bolalarni oldin qabul qildiki deganda, voy buning natijasi bor deb men o'zimchiligi, "Ishti yaxshi, ochi, machi mukofotlari chiqargan deying" deb degan bunda qilsam, "To'xta, men senga olib beray" deb menda albomdan bizni ilib qo'ygan. Qarsam, shu men diqqat qilmagan, ishti yaxshi bo'lgan qog'ozi. Anandan keyin shu eng yaxshi bu oraliqda maktabda buning topshiriqlarini o'zining qatoridagi sinflarda o'rganishga ilqi. Avrishga qatorda sinfga kirib ko'rsatib, ko'rgazma qilib ma'lumlarchi, mana bu Kamran Kamilninki ko'rdinglarmi deb ashta qilgan ishlar bor ekan. Uni Benjurni so'zlab berdi. Ashini bundaq bir yo'g'on albom olibdi buchu. Albomga o'xshash ilqi. Arsiga material qaltisi elib, andan keyin shu yuzag'an topshiriqlarini o'zi eng yaxshi imtihondagi butun natijasini ashtamishda to'plam qilibdi. Bek ta'sirlanib ketdim buni ko'rib. Buni kim qildi desam, o'zim dedi. "Voy sen buni qachon qilding?" desam, "Shu qilgan" dedi. "Voy yaxshi bo'pti bolam, aka" deb shuni ishti yaxshi, u bu ag'a mukofot, ayqa deyni ash daftarni elib 16 ga bordim. Berib ilmiy mudirni izlasam, "Voy keling" deb yaxshi qarshi oldi shuni bilan. Mushtaq. Ma bolam bu yilda o'rta maktab chiqqan lekin bizning tavallikimiz bunda olib qoldi. 16 da o'quvchisi bor ekan. Uning ustiga uy bizning ma tarafda. U chaqda biz ko'chib ketdik Namandan. Andan keyin mening idoram deyarishday 16 ga yaqin tamoqlarim qulaylik bo'ldi ekan. Sizning menda narsangiz kipinglarni anglab akagan ma bolamningki natijasi. Voy oltinsi bittagan bola mushunchilar mukofot oldimi deb. "Ey, sen mushning hammani sen oldingmi?" Ha? Ndaq turdi. Bu mushtab bir holat turdi. Qilib shunlar, "Voy buni kim qildi?" Uzar deganda shunlar, "Ha?" deb ilmiy mudir men qaraganti, "O'zi qilibdi, men birga o'qitdim buni." Desa, "Voy" deb akil pishonlariga suyib ketdi. "Bo'ldi, biz bir o'ylashili" dedi. Shuni topshirib qo'yib ketdim. Shu 8-oyning 2-kun deganda telefon ketdi. Biz 16-o'ttira kelib bo'ldi o'qisib degandi. Shuni qo'shib ketdi. Bu shu menga ta'sir qilgan. Shu buningki mayli kilaraning bo'lsin, hatto ishni bilmay turib sizgan kilara rasmni yaxshi sizdi-ku. Hammani men yig'ib olib qo'ygan. Asiyasida sizgan, mista ko'tarib kirgan narsalarni hammani olib qo'ygan. Shu men ishti yaxshiga kelganda hamda uyni hamda qarsam bu ikkisining natijasi xil jiqib qolibdi-ku. Anikin hamda aksi bilan baslashib texim yaxshi. Chunki aksi inglizcha gap qilib, ingliz qilsa degan xap deb oxir degandek ham o'tib ketmadi, lekin ikkisi hozir uydim odat ko'proq ingliz so'zlashadi. Yaxshi bek ravon so'zlashadi. "Ay, ishqim meni g'aytini qo'ysansa" desam, texim kulib ketdi. "Jinim chiqishmay tuzuk gap qilinglar, nimdidan ketman." Ay shundaq bir-biriga besim bo'lib, aksidan o'rgansin deb shundan baslashtirib ikkisinikini qilsam, "Mening akamnikidan ma natijam chiqqan" deydi. Lekin a natija akangizniki yetibdimi, yetmabdimi? Kamran sal g'ayrat qilma, fikran aningda eshib ketib bordi deb shuningga asta baslashtirman deb esib qo'ygandim. Anken tizib elqi jihozlarga. Ba'zi hozir endi o'zim kirib, hozir ishkilisi bo'lmagan ekan. Kirib qarab o'zdirildi. Emgak meyvelerden. Qarab ketdim, arliqliga o'zimning bir ishkital natijalarini qistirib qo'ydim.
turib qo'ydim. Shuningga işte o'zim beslashtirib, texim bir ulgu bo'lsin, bir-biriga ilhom bo'lsin. Akam bunda o'qitdika, akam mani qilibdika desa, ma qiz bo'l kichikkunam turib, hozir munda natijalarni yurishibdi, apa deb biza besim bo'lsin deb o'zimcha beslashtirish uchun esib başta. Hozir ham o'yim ko'rgazimdek do'stlarim kelsam, "Odosh Mahmudlar" deydi. Manda tushuntirib qo'yman. Demak, pek güzel ha. Endi nima deganda xuddi bu hozir kirib, balla yinimda yo'q, lekin men kirib ko'rma degan narsa, qanday narsa esim keldi deganda, masalan, dehqonlarmi itizlarni bak yaxshi ko'rdi-chu. Mening opam shunday deydi. Nima ish qonda bo'ldi ekan desa, mening opam o'qituvchi bo'lgan. Men keyin o'zi o'ylig'i gullarni ta'gandan keyin opam, men nimishki dehqonlarning atdigani saharda itizga berib, hali qo'noqlar bug'doylar qarab, ben xo'shib ketadiganligini endi his qildim. Chunki urug' silib, ajr qilgan mevasini 9-oyda ko'rgan vaqtida andin ardiq chiqar ekan deb. Ammo bal tarbiyalashmi xuddi buningga biz parvish qilamiz, urug' silib, uningga o'g'it bergandek har vaqt uning yondan chiqayotgan shoxlarini ep turib, parvish qilgandan keyin bergan mevasida endi cho'ng texi endi 20 yosh, kichigi texi 14 yosh. Musha holatdimi bir uydagi kitobchasilik to'shqidek mukofotlarga erishish degan narsa bu haqiqatan oson natija emas. Shunga har qitim kirgan vaqtda meningcha butun arduqlar tugab. Shunda bir suyunib, ashuna hissiyatda bo'ldi deyman. Aniken yana bir narsa bu bola degan aman bola ekan. Bizning kichikimizda ashtaqtiq qo'y, vaqirab o'ykir, o'choq talada o'ynaydi, kompyuter yo'q, telefonlar yo'q. Bizning pochtaxonada o'g'anlik uchun uyimizda telefon bor deydi, qo'l telefon degan. Ma bolaladimi ashtaq buguni ma suv qiziqir ekan. İçip toz içip bek amra qolab mishalar nemislik. Qopapla cho'ri yutiblar. Maningga amra qo'yib qoldi ekan. Ikkini ma suv qarmasu. O'g'in maningga amra qo'yib qoldi ekan. Nima desa dedim. Bir mezgil kameran top o'ynaydigan bo'lib ketdi. Chunki men kichik vaqtdan boshlab endi o'g'il olgan ekan, chunki men burun tan tarbiyachi edim. Men futbolchi edim, men futbol o'ynagan. Men o'qmaydi ekan. Şoňalyky oğul algan eken mundaq tan tarbiyachi bolsun, hamda mundaq jallyk bolsun dep özüm 2 ýaşdan başlap paska düşüp topny taň oýnap, futbolga qiziqtirip qoýdum. Bu futbol oýnaydy, yaxşı oýnaydy. Yaxşı oýnaydy. Arlykda xynda juçu şoşalygy berip keldik. Bir ay okup paltkatymyzy saktyrıp. Arlykda futbol maktabim bar ya. Şey talanyp gelip aşağı berip, körep özüňe eken. Boldy men ýany sanatny qysam boldy eken, men ýany gaçyn çalsam boldy eken apa diýen. Unda bolsa Ems özağından tal izchil turda men ishkilisninki tanlashga hurmat qildim. Tanlashga hurmat qildim, lekin to'g'ri yo'lni ko'rsatmadim deb o'ylayman. Qanday hozir degandek abay dedi, malqi sizmi psixik o'qituvchisi bilasiz, bek to'l o'zgarishchan bo'ldi ekan bolalarchu. Lekin o'zgarishchanlikqa yo'l qo'ysak, hurmat qilsak bo'ldi ekan, lekin biz tang bolalarga agishib ketmay, boladagi alayidlikni ching tutib olsak bo'ldi ekan. Balaning masalan bu top o'ynayotgan bolani ekiliblam sen yo'q, ko'ta to'pingni miyada naqsh etsa, sakniga chiqishing kerak, artisi bu to'g'ri emas. Endi she'riyatga qiziqayotgan bolani nimada quruq she'rni yozyapaychi, mush naqsh qilib aytan, usul o'yna deb chiqib qo'ysak, bu bo'lmaydi. Masalan, ba'zi bolaning tez hisoblash, matematikaga bo'lgan qiziqlik nihoyat aktiv bo'ldi ekanda. Bunimi aşı boyunca to'xta buning matematikalik nimasi yaxshi ekan, chunki hamma nimning ochqichi matematika. Buni majiyatdan tarbiyalasak bo'ldi ekan, naqsha qiziqib baqadi ekan, ma'qul. Gitar o'rganish, chelishga qiziqib baqsa, bir beqish kerak, lekin buni oxiri ham to'g'ri yo'lga selib olsak bo'ldi ekan deb, ash yakunni o'zim chiqarib, nima desa ma'qul, to'p o'ynayman. Hatto mush bola boshlang'ich maktabda, u maktab, bu maktab, maktablar aro musobaqa nada bo'lsa, somkamni ko'tarib, so'rab, zerikmay. Bütün o'g'il o'qituvchilar u yerda bir ayol o'qituvchi tushib to'p ko'rmaydi ekan. Bütün maydonda men yolg'iz turib to'pni ko'rib, tugaganda elib ketdim masalan. Lekin endi unimi qo'yib etmadim. O'g'il olganki o'yna to'pni bo'ldi dedim. Lekin endi qarsam buni til o'rganish nimasi kuchgan. Bunda qarsam tizgan to'xta. Buni cho'qim tili o'tish kerak. Bundan keyin taraqqiyotga bu o'rganmasi bo'lmaydi deb. Özüm aşkmış qo'ldan yutilab opirib 2 soat mixtak özüm o'tirib 6 yoshdan boshlab hozirgacha o'rgatyapman o ingliz tilini ya. Hozir hamda ruschani o'zi o'rganib olibdi, shunday ravon so'zlaydi ruschani yaxshi. Shu kilaranimi shu aksini qanday qilgan bo'lsam, abay degandek usulga berishim artist qilish emas, bir qilsam, hamda
Öyle aks gançin çepo yeniği kelip oturap küçük kapısı kaşığı kelip oturasıp jim oturan aka gançin çaldı dep aş tabii müzikler sınıp ketdim o. Andiken şu tabiilam aşta bulduk ya. Endi şu demekçi oğlum nima dese, biz balalarninki tanlışıga hürmet qilgan asosda boladagi alaydilikni bayqab turib shu yo'l bo'yicha shu liniya bo'yicha tarbiyalasak biz g'alaba qildik ekanmiz deb o'yladim. Shunga men shu xinda zuchu sho'shovga sho'fisim xil yuqorki endi biz xizmatchilarga nisbatan shu bo'pti mayli dedim, to'lay dedim, apadoq tanladi endi buni tanlab o'zi tanlanib qapti. Zada bar men dedi 2 kun so'zlashdim, 3 kun so'zlashdim. Ras barsi deb bir hafta ideyaning yana bir o'ylash balam pichoqcha qilgan desam yo'q barmadi ma'qul deb biletni elib opirib o'rlashtirib qildim. Bir 2 haftadan keyin o'z xulosini chiqadi. Nurg'un narsalarni dedi. Meni kirgizmaydi maktabga. Mayli to'ba darvozani teshib turib, bu ishni to'liq ikimiz bunday qilib quchoqlashib so'zlashyapmizda. Qilib ras ketamsasam ketay. Uni oldida men san'at maktab Jumramboga ganching imtihon berib qo'ydim. O'tabim bo'lgan. Bu araliqda ta'tilda bu o'qinda zuchu sho'shav tanlanib qolsa oldu. Yo'q men ganching o'qimayman bo'ldi dedi. Shu anqich kelib anda dedi. Rasmi desam ras dedi. Ems pishman qilmaysa deb degizib bo'ldi deb maktabga kirib ahvolni tushuntirib, tuyshuni rasmiyatni bijirib, yana paltikamizni so'qtirib, xo'jinimizni otib qaytib kelib bodoron qo'lda bor emasman. O'dil san'at maktabga olib berdim. Biz azroq baldan mijoz yo'q kechikib qoldik 2-3 kun. Bodo vaqt o'tib ketdi-da, lekin men ashab turib tulpin berib qo'ydim. Men baldan mijoz yo'q bo'lib qoldi. Bodo 2-3 kun kechikib qolamiz deb. Shundan san'at maktabda o'qidi. Jumrambodamda pianino o'qidi. Balkim ashchaqdagi o'zining tanlashini to'g'ri deb o'ylayman hozir. To'g'riligini endi necha yil burunlam isbotlab bo'ldi-ku, chunki Ipak yo'li sadosini hammamiz pek yaxshi ko'rib ko'rdik. Ikkinchi qaror Ipak yo'li sadosidilar. Nihoyat yaxshi natija bilan oldidagi 4 ning ichiga kirdi. Ichiga kirib ustozlar bilan sahnada bir sahnada naqsh o'rinlab, hammamiz men iliq ko'rib hayajonlanib ketdim-ku. Iliq ko'z oldimda kichik iliq Kamran. Sahnada iliq naqsh etganini ko'rib, men shu zaman xosiyatidamga deyishinde undidorda gap qildim. Xosiyatida o'zim yig'lab ketdim. Ben belki hayacanlanıp git barman xosiyatida. Bu iliqi kichik oltidan mana hozir sahnalar, mushundaq cho'ng sahnalarda, mushundaq bir naqshlarni o'rindab, shundaq yaxshi bir natijalarni qo'lga keltiryapti ada. Qanchalik iliq ajr qilganini biz atrofimizdagilar bildigan bo'lgan ekan, sizning odingiz chiqibdi deb men o'zim bek hayajonlanib ketib xosiyatidamga gap qilgan. Undan keyin mu Kamranning bir qancha yil burun ana degan naqsi, Ipak yo'lining eng oxir qalqiliq bosqichda aytgan naqsininki MTV tarqalgandan keyin bu naqsha shu tor dunyosida keng tarqalib hammalarning bek yaxshi ko'rishiga erishdi. Hozir mumkin bo'lsa ekran orqali Kamranning shu ana degan naqsidagi jiraksizlarini anlab qandoq? Her işteyken sen ben onu bilmedim yarattım ben apa daim seni özleymen ayım sen yıldızım sen karıttın ne yorulğam sen daim albümde içip sürüttün ki karayma apa canım apa zar buldu senin edim kanguça purar edim bolsan kışında Endi aslida bugungi programmamizga xosiyat adamninki Kamran bilan Kilara ikisini Nahmaydan taklif qilmoqchi edik, lekin ta'tilda bu bolalar o'zligidan o'rganish degan ruh bilan otlanib ketib, biz Nahmaydan aytlamay qoldik. Shundan hozir qaytib kelmabdi-da. Kelmadi. O'sha hikoyadan bir o'rtoqlashaylikchi. Nemo bu yillamda Kamranni ma Jungodagi eng cho'ng kanal programmalarga bir necha cho'ng programma ismini demay turay, qatnashadiganga tizimlatib qilgan-dik, ashi ma'lumlari. Shunga hamda texnik bir dars elib, chunki bu programmalarning talbi bek yuqori ekan. Shunga hamda qatnashgan ekan cho'qim bek eng yuqori, eng yuksak birinchi darajalik natijaga erishamiz-mi? Qatnashgan ekan uning azroq bir natijasi bo'lsin deb bir Mo'ng'ul ma'lumni tepib men
shu ta'tilda dars oldiganға o'zim men dars olaman deganda shu darsni o'rinlashtirib qo'ysak mening qizim 8-sinflar asli ta'til bo'lib bo'ldi. Menmi ketmay akamning ma'lumidan dars bulu qilaman. Men ba'zi ojiz darslarimni, masalan, ovozdagi ularlikqa go bo'lgan bo'lgandikan, ma ovozdagi, uningdagi, buningdagi darslarimni men bulu qilaman, akamning qishi turib deganda ma'qul dedim. Shuning bilan Kamran Shanxayga berib, singlisini 4 kun bir hafta saqlab, o'shada imtihon chiqqandan elib Beyjingga ketdi. Hozir ikkisi hamda Kamranningki Mo'g'ul ma'lumidan dars ilyapti. Hozir demak endi bolalar bir-birini berib, ilib, yana boshqa bir shahar qaytib kelib, xosiyatidan butunlay yiliqibak g'am qilib ketmisimi, qanday qilaman deb biliq chopmisim bo'ldigan bir holat shakllanibdi. Aqlliq burchini monayt yaxshi ado qilibdi, Kamran shunami. Nahos hozir biz telefon orqali ko'rishalamdik bolalar bilan. Ko'rishmoqsak bo'lamdi. Bo'ldi, lekin xabari yo'qdi. Mayli, o'rpaqaylicha nemish qotdi, ular texnikisi yaxshimi? Yaxshi. Uyu. Isxotsizlar? Hamon xeylida. Xan. Ufqon ko'mdim bilan. Men yaqirib turman. Sizchi, yaxshimi? Men shundan yakagim ketibdi. Kameraman kim u? Yaxshimi? Voy yaxshimi? Ha, yaxshi. Bunda cho'g' bo'lib ketdinglar. Yaqin. Yaxshilar hamma ketishganda. Achilar ekanlikisi. Biz sizlarning ummoq vaqtlaringlarning, kichik vaqtlaringlarning gaplarini qilib, birdam kulib, birdam yig'lab o'tdik. Rahmat. Xush bo'lib sizlardan. Ha. Klara, men bekçik hikayelerini ağladım. Men hikaye apanlar baştan ahir hikayelerini sözlep bergendi. Men xuddi senariyo ko'rayotganda gapini bilmay inchiklik anglab, nimani his qildim desanlar, sizlarga boshqalarning nazaridagi xo'shnamning bolasi ekansa, birinchi joyda haydi. Bek ilhom. Yaxshi, bek yumshoq. Va xush bo'ldik. Klara. Beyjing yaxshimikan, Shanxay yaxshimikan? Ko'p qoldingizmi? Shanxay. Siz dars o'tamsiz? Kilorim cho'ng bo'lib ketibdi. Darsga bordinglarmi bugun? Bugun bordik, darsga berib, oba qaytib keldik. Hamon xeylida. Kech qolibsizlar bo'lam tamoqqa. Shu ozroq yurishtirib degandek. Nimani yig'ishtirib? Ufqon jiqroq shugat. Sizlarcha Men bugun bir programma qatnashayotgan, shu abay telefonini shu ololmagandim. Mening bir gap degim bor. Hay, balla da. Bular mening Kilara, kichikda. Zirabachingiz tondingizmi? Bu yil qocha shapashku. Hay, ballarim. Hozir mundaq biz program yapyapmiz maydonda. Apanglar bilan shunday yaxshi paranglarni qilishdik. Sizlarning hozir apanglarga deydigan biror yurak so'zinglar bormi, yo'qmi? Kelamabsizlar ta'tilda. Kilara siz qani? rahmat, bak yapachik bo'lsa. Biz mo'miyadamda yaxshi tirishib, yaxshi yo'ldan tep chiqib, texmi yaxshi kunlarni ko'zitish uchun texmi tirishimiz. Rahmat. Bagan sirem işler yaxshi bo'lib ketdi. Texim yaxshi tirishimiz, ammo xotirjam ishlarini qilgan. Rahmat. Odig chiqdi bugun. Kilaraning gapi yo'q o'xshaydi menga. Bexatarlikka diqqat qil deydi. Bo'ldiki, to'g'ri hozir. Kilara mayoqqa kiring. Ta'tilda kelmay, dars o'rganmaydiganki yaxshi o'rganonchimi xon? Tamoqni vaqti deyanglar. Vallahi sen şu yaxshi yap tamoqni. İdari xizmatni yaxshi qilib. Voy rahmat. Programlarga yaxshi qatnashib ishlar chiroyli holdan ko'rmanlar ko'rinib. Voy rahmat. Texmi yashirib, texmi ishlarini yaxshi bo'lib ketishni
Rahmat, hoş bulduk. Sizce akınız gap qilsa deyen to'ma? Siz taklif qildingizmi? Rahmat, Kamran, rahmat. Ma'qul, xo'sh. Ems tamoqni vaqtida tamoqni yanglar hozir chiqdi, bolam. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh, akangizning gapini anglang, ha? Ukangga yaxshi qarasanmi? Xo'sh. Xo'sh. Balla bilan kunda balkim necha vaqt bunaqa shipping paranglashsizlar shunaqu. Lekin endi men programma naq maydonida paranglashganning hissiyati o'xshamaydi deb o'ylayman. Ammo Kamran xuddi cho'ng bir yigitlardek shunda jiqishlarni topshirib, go'zal bir tilaklarni tilab ketdi-chu. Kelara yana kichikka nim deyishini bilmay qoldi tuyuqsiz-chu. Biz tuyuqsiz deb o'rgandik ekan. Hozir qanday hissiyat bo'lyapsiz? Desem bo'la. Ish qilib bular ikkisi birga bo'lsa men xotirjam. Chunki Kamran bak yaxshi qaraydi ufkusiga. Ufkusimi akisining gapidan faqat chiqmaydi siz qilib. Shuni hozir men qachon 4-qatimliq tamoq. Kechki tamoq emas, kechdan keyingi tamoq ma'u. Bilishimcha shu cho'qim yanilam Kilaraning talpiyochu. Chunki abay bular darsga menga vaqtida kechki tamoqni yeb bo'lgan. Biz hozir tamoqni yeb darsga mendiq apa degandi. Hozir yana tamoq yeyildi degandiki, lan bu cho'qim yeyishav. Bo'ldi. Shunday yaxshi paranglashdik, ha? Xosiyat odamningki ikki kelgusidagi cho'lpanni yetishtirish jarayonidagi hozirmi bola cho'lpanlikdan yosh cho'lpanlikqa qadam qo'ydi. Albatta, bulardan kutadigan umidlarimiz yana nayt zo'r. Chunki kichikdan tatib nurg'unlagan tirishchiliklarni ko'rsatdi, oz bo'lmagan natijalarga erishdi. Albatta, bundan keyingi sahna hayoti, san'at hayoti texmi uzun, yulduzi texmi parlaq bo'ladi. Ishimizga biz hammamiz kutgan, xosiyat odam kutgandimmi zo'r natijalarni qo'lga keltirdi deb o'ylaymiz. Ham mushundaq bir kelgusining dangliq cho'lpan yulduzlarining yetishib chiqish jarayonidagi balliqdagi ummaq hikoyalarini anglab shunday xushal bo'ldik. Menimcha ekran oldidagi tomoshabin do'stlarimiz bu nurg'ulg'an ta'sirotlarga ega bo'ldi. Muborak ma'lumning ta'sirotlari albatta oldida deb o'ylayman. Mening faqat gapni bo'lib o'tdim kelmadi. Agar vaqt yer bersa, davomli so'zlar deb so'zlasam men hamma odam sahnaning oldidagi go'zal holatni ko'rdi. Uning keyindagi jafo yoki nurg'un umursizliklarni ko'rmaydi. Nurg'un hikoyalar, unday hikoyalar bekchiq. Mening mana bir necha nuqtada yurgim titirdi-chu. Birinchi nuqta nima degan chog'da, masalan, biz bolalarni natija qozonsak, bu bolalar talantliq yoki bular ersiyat deblar ash ikki nuqtaga ayirib qo'yamiz. Unda bu talant degan qanday bo'ladi? Talant degan cho'qim to'g'mi talant bo'lamdi deydigan bir savol bor. Balkim 1%dir. Uning keyini birinchi bo'lib ota-onaning bayqishi bek muhim. Masalan, Xosiyat xonim balash kichik vaqtida qilishgan vaqtida mundaq dedi: "Bayqidim, qo'limdagi ishni qo'ydim, shu zamon balni yana bir etqizdim, andin maxsus bir yerga berib, bu ovozga og'izdim" deb. Bu jarayonni qanday his qildim desa, biz bolalarimizning ba'zi bir talantlarini rost bayqay olmaymiz. Bayqagan chog'da xo'sh bo'lamiz, lekin keyingi qadam kam qoladi. Nimishqa degan chog'da bu mening hissiyotim, bir taraflama hissiyotim orqali o'zim his qilib ketgan talantimi yoki kasbiy odamlarning oldiga borsam rost talantmi? Men buni jazmlashtiramdim degan qadamni biz ko'pinchimiz bosmaymiz. Uning sababi birsi umidsizlanishdan qo'rqaymiz. Faqat mening ham hissiyotim bo'lib qolib, agar u kasbiy bir odam yo'q, siz o'zingizga qag'i balam, oppoq kirpi balam, yumshoq degandek talantimda bayqilib ketibdi deymisin deb o'zimizni umidsizlantirmaslik uchun u qadamni bosmay qolamiz-ku. Amaliyotga besish kerak. Bo'lmasa oyada biz xato umid bog'lab olamiz yoki to'g'ri yo'lni ko'rsatib berolmay qolamiz, nurg'ulg'an fursatlarni xato yaratib berib qo'yishimiz mumkin. Bu vaqtda u chog'da bola asli go'zal bir yo'lga bormoqchi bo'lsa, sal qiyib kelgusida shu yo'lni topa olishi mumkin, lekin oraliqda qiyish bo'lgan mundaq ko'ngilsiz jarayonlar bo'lib qolishi mumkin. Shunga shu kasbiy odamning yoniga opirib, zot bir jazmlashtirib yetay degan ma'noqtisi menga bek yaradi, bek esil. Andan yana bir narsa nima degan chog'da men bolalarimni shu idoralardan shunaqa keynimdan juratdi deb. Shunga bu bolalarningki til o'rganish jihatda, san'at jihatda, ahang udar jihatda nihoyat kuchli turdi-ku. Endi bu qanday bo'ldi degan chog'da balkim bizning
Xasiyat xonimdek shu san'at jihatda bolalarni olib boradigan idora o'rnimiz yoki sahnimiz bo'lmasligi mumkin. Lekin uni yana boshqa narsaga ko'chirib ishlasak bo'ldi. Agar bolalarniki til qobiliyati zodi qandoq, uni qiziqtiraymi degan chog'da unga kichigidan tortib bilaqa ingliz tushunsin. Masalan, ingliz tili o'rgatmoqchi bo'lsak, shu tilniki qo'nchoqlarni qo'yib berish yoki anglatish, buni hanzuvchilik qo'ar deydi. Ya'ni quloqni ko'ndirish shu orqali bolalarning dastlabki qiziqishini shakllantirgan bo'ladi. Unda bo'lsa bu qiziqish izchillashsa, yaxshi tarbiyalansa, amaliyotda talantni keyin yetaklab bo'ladi. To'g'ri. Bu nuqta bak ta'sirlantirdi. Endi yana bir ta'sirlantirgan nuqtasi nima degan chog'da men hadisi bilan enisini baslashtirib qo'ydim. Aksi bilan singlisini baslashtirib qo'ydim. Uyda nat yugan bir tamba ko'rdimmi. Ma baslashtirish bek go'zal nemishqa desa baslashtiribdi, dushmanlashtirib qo'ymabdi. Demak, bu yerdan ajoyib bir san'atlik usullar bor edi. Endi men oxirgacha jim o'tganimda boy bolalar bilan ko'rashdik-ku. Ko'rashgan vaqtda shu ikkisining inoqligi ekrandami mana bor. Ularda dushmanlik yo'q, faqat o'zaro bir-biriga aynak bo'lib baslashish, bir-biriga to'liqlash, madad berish, ma'qildagi mehr-muhabbat bek yaxshi ekan. Bu meni bek suyundirdi. Endi yana bir dam deb o'tib ketdi, mening qizimniki tashkillash iqtidori yaxshidan. Bu shu uzun mazgil shu masalan arqasiyalar beribdi, nurg'unlagan faoliyatlarni ko'ribdi. Odamlarni ko'rdi, munosabatlarni ko'rdi, ishga yo'liqqan chog'da boshqalarning unda qanday bir taraf qilganligini ko'rib, his qilib cho'ng bo'ldi shunday. To'g'ri. Endi bu tashkillash iqtidori tuyuqsiz paydo bo'lib qolmaydi. Balki ashdan jiq ko'rib, jiq qatnash orqali paydo bo'ldi. Unda bo'lsa bizchi biz bolalarimizning tashkillash iqtidorini qanday yetildirishimiz kerak? Agar unda fursat bo'lmay qolsa degan chog'da bizning yetildiradigan uyimiz bor amaliyotda. Uydimichu bugun sinf boshliqlik o'yini o'ynasak bo'ldi. Bugun dadam tashkillaydi, bugun nima ish qilganligimizni, uyda nima ish qilganligini. Seshanba kuni opam, chorshanba kuni akam yoki singlim deb har bir bog'i bir kundan sinf boshliqlik o'yini o'ynash orqali shu bolaning to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, shu kunda shuning kun tartibi bo'yicha ish qilish orqali, maslahat qilish orqali bolalarning tashkillash iqtidorini amaliyotga yetkazib bo'ldi. Bekchilik ishlarim Buldu mübarek malumğum rahmet. Ahırda endi fursat bo'lsa, yana bir qitimliq programmamizda Xasiyat adamni Kamran bilan, Kilara bilan sahnimizga yana taklif qilishni o'ylaymiz. Albatta, Kamranning yiqimliq naqshlarini naq maydonda o'tirib anglig'imiz bor. Kilaraning tatliq gaplarini naq maydonda anglig'imiz bor. Yana bir qitim navbat kelganda biz bilan yana shu oilam programmamizni kutamiz. Rahmat. Ahırda Xasiyat adamga rahmat shundoq aldirashchilik ichidan vaqt chiqarib programmamizga qatnashganiga. Buldu ahırda azroq so'g'imiz bor. Qabul qilgan bo'lsin Misranniki yurishlik qizlari oldi bilan. Yaxshi Kilara bek amraqda bir yerlarda-chu darhol qo'saq biz boshqada bir atalga bo'ldiga. Ya Kilara bek amraq men buni yeshikka solmisham Ha, shundaymi? Ajib yaxshi. Undan keyin bu bizningki Chumölining Taylanddan import qilgan kauchuk yilmi ishlatgan buaqlar imlosiya yostig'i. Sherin tushlar hamra bo'lsin. Buaqlardek uyqa. Undan boshqa nima bolalarningki ko'p xil vitamin ichimligi. Bu endi bolalarning degan bilan amildarlar, sut emtiyotgan onlardan tortib hamda cho'nglar hammasiga mos kelaverdi. Shunga salomatlik yar bo'lsin. Undan keyin bizning alxumar chash oziqlantirish go'hri. Rahmat. Alxumarni yaxshi ko'rmaydi. Simbol chashlaringiz hamra bo'lsin. Undan keyin bizning idrakningki hamda yangi mahsulot bo'lgan besim yeniltish hamroyini so'qildik. Xasiyat adamning charchashlari ko'p, xizmat besimlari ko'p. Shunga besim yengiltish hamroyini so'qildik. Qabul qiling. Rahmat. Voy bu mukofotlaringni bek chiqga bek xush bo'ldim. Bugungi suhbatimiz shunday yaxshi davomlashdi. Oxirida Xasiyat adamga yana ko'p rahmatimizni bildiramiz. Shundaqla ekran oldidagi do'stlarimizninki cho'qim men ham Muborak xonimga o'xshashlar bir talantli farzandning undaq osonla maydon kelib qolmaydiganligini bildi. Ham bu suhbat jarayonimizda nurg'unlagan ta'sirotlarga ega bo'ldi deb o'ylayman. Kelasi son programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Analar izlagan suhbat. Balalar tashna xushallik. Ishonch, muhabbat Chumöli oilasida. Ana muhabbati eng safdir. Chumöli balalar yuyish asrash sog'atliq yurishligi. Chumöli. Hozirgi zamonda kim chichig'i yilim chapidi? Jigdi yilimi chashni oziqlantirib, jalliq qiladi. Yilim chapdim deb teshig chiqmamdi. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik.
Ansirmang, mana bugun jigdi yelimi va quyruq may zamonga moslashdi. Jigdi yelimi va quyruq maydan ishlangan al-xumar chash oziqlash gavhari chechingizni oziqlantirib, chashni jonliq paqraq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yelimi va quyruq may bilan chashlaringiz qaytadan jonlansin. Al-xumar jigdi yelimi, quyruq may chash oziqlash gavhari